aslida paydo bo'lgan paytda bu avtonom respublika yo'q unaqa status. Sharqiy Turkiston deya olmaysiz. Sharqiy Turkiston deb rasmiy aytadigan bo'lsangiz, Xitoylar nima qiladi? E'tiroz bildiradi. Ya'ni qarang, G'azodagi holat ham, Kashmirdagi holat ham, Xitoydagi holat ham bir xil. Endi ikkinchi usuli ko'chkindilarni ko'chirish. Xitoy to'liq milliylashtiryapti hozir. Hattoki Xitoyniki eng keskin. Uyg'ur oilalariga, demak, Xitoylilar joylashtirish amaliyoti bor ularni. Konslagerlarni tashkil qilish amaliyoti bor ularni. Ulardagi juda ham tartibli, ya'ni millatchiligi. Ularning millatchiligini hattoki aytish mumkinki, o'sha dinga asoslanmagan millatchilik. Dinga asoslanmagan, chunki bilamiz ularda kommunizm. Shuning uchun uslubini qaraydigan bo'lsak, birma-bir tushadi hammasiniki. Blokada qilish, hammasi dinga qarshi kurashadi. Uchalasida ham dinga qarshi kurash bor, islomga. Va shu bilan birga ko'chkindilarni ko'chirish. Bularning ichida eng radikali Xitoy o'zi aslida. Eng radikali. Ya'ni hozir Mardojaga nimaga borsangiz, Sharqiy Turkistonga borsangiz, bog'cha bolalari Uyg'ur tilini bilmaydi. Milliardlab pul ko'chirgan. Men bir paytlar o'sha Azon portalida men nima qilgandim? Bir 10 ga yaqin maqola chiqargandik, ayrim tarjima qilib ayrimlarini. Hammasi oldirtirilgan. Hammasi oldirtirilgan edi. Ya'ni o'sha mandarin tilini targ'ib qilishlik uchun to'liq xitoycha gaplashiladi. Uyg'uristonda Uyg'ur bolalari Uyg'urcha bilmaydi hozir. Men yaqinda bir turk sayyohining Sharqiy Turkistonga borganini ko'rdim. Butunlay bizning mahallalarimizga, mana shu Toshkentdagi eski shaharning mahallalariga o'xshaydigan bir mahallada Uyg'urcha gapiryapti, ya'ni aralashtirib turkcha, Uyg'urcha yaqin-ku bir-biriga. 5-6 yoshli bolalar tushunmayapti nima deyapsan deb. Diniy kalimalarni mutlaqo bilmaydi ular. Bu o'zlikni yo'qotish boshlandi. O'zlikni yo'qotish bu yerda bu ham o'sha so'l fashizm o'ziga xos. Endi so'l fashizm bu nimalar deyapti demasin, o'zi fashizm ko'pincha o'ng bo'ladi, lekin Xitoyda biz buni so'l fashizmni ham ko'ryapmiz-da.